Jon, kartinkachaga qarangizlar. Barchangizga assalomu alaykum Samarqand ahli. Bizlar qayerga kelganda yo'qsizlarmi? Gagarin 24 soat tabaka territoriyasida bo'libdi. Novostroygacha tagoy chiqqan bezgulga bitta obzorcha qilamiz. Uyimizda kirish qismi bo'libdi. O'ng tarafda garderobni zona, razdelni sanuzurlar bo'lyapti. Juda ham chiroyli, juda ham akkuratni, hamma o'yinlarimiz razdelni bo'lyapti. Bitta men sevadigan uyga kiramiz. Maishatxona ham akam juda priyatli qilib qo'yibdilar. Udobstvo hamma narsa bor aka jonni. Bitta jiyanchalarimni komnatasiga e'tibor berasizlar. Akam narxi zona shkofcha hamma narsa juda ham akkuratni. Akajon bitta kuxnya qismiga e'tibor berasiz. Luboy narsa narxi zona kartinkacha. Buni qaranglar, juda ham akkuratni, kattagina. Nima til ojiz bu yerga gapirishni, faqat bosish kerak, tamom. Razdelni sanuzurlar juda ham akkuratni. Like bosadigan joyi. Alt qismiga kiramiz. Eshikchalarni akam takoyni o'rnatganlar. TV zona, maxfiy zona, pardacho, kartinkacho, gilemcho hamma narsa mavjud aka joni, men deyman-ku, zalam juda akam priyatni qilganlar. Xo'p, nima bo'ladi do'stlarmi? 3 xona, bez gluxoy, razdelni 79 kvadrat. Akam 85 ming so'rablar, sunnatiga kamroq savdosi bor, hammasi degi Samarqandliklar.